hamma arxitektorlarda stol kitobi bo'ladigan 3 ta kitob. Neufert, естественно, Neufert. любой arxitektor endi Neufert Да. anaqa bo'lishi kerak. Atlant расправил плечи degan kitob bor. Nyu-York сошел с ума degan kitob bor. O'ta shu Manhattan, Nyu-York bo'yicha shahar so'zlik bo'yicha o'ta ko'p narsa aytilgan. Yangi yilda kitoblarni maza qilib o'qiganman. Yangi yilda stilida yozilgan kitoblardan bittasi William White ijtimoiy huquqlar bo'yicha kitob bor. Bu ham juda qiziqarli. Yangi yil bor masalan, Город людей bu Klassika. da klassika bo'lib ketgan. Urbanistika haqida o'qish kerak, chunki urbanistika haqida hozir kitoblar ko'p chiqqan. Klimatik arxitektura, passivniy arxitektura haqida o'qish kerak. Tarix haqida kitoblarni o'qish kerak. Juda muhim narsa тоже. Tarixni tushunish kerak. Har bitta regionni boshqa regionlarga связьlari bor, влиянияsi bor. Uni to'g'ri tushunish kerak. Uni bilish kerak.